Ko'pchilik so'rashgan, "Xuddi naborlaringizni ko'rsatib bering" deb hozirlar ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib mana shu penkada yuvib olaman, yuzimni poralarini chuqur tozalab beradi. Keyin toner suraman, toner yuzimni namlab beradi, keyingi uxlatga tayyorlab berish uchun. Glow effektdan beradi, yaltiratadi. Undan keyin uchinchisi, men bu sivirtkani ishlataman. Bu oqartiruvchi sivirtka, tarkibida C vitamini bor. Undan keyin ko'z atrofiga krem, ko'z ajinlarimni juda ham yaxshi ketkazib bergan. Hammasini krem bilan yopib qo'yaman. Kollagenli krem, juda ham zo'r. Buni ham Qashqadaryoga borganimda singlimga solib berib kelganman, o'zimga kombina qilib. Bo'ldi. Mana shu etap kechki vaqtga. Kunduz kuniga keladigan bo'lsak, kunduz kuniga oddiy suvda yuzimni yuvaman ertalab. Keyin toner ishlataman. Tonerdan keyin men bu krem ishlataman va kremdan keyin men bu BB tonalniy mana hozir ham surilgan tonalni ishlataman. Bu yuzda zo'r turib beradi kun bo'yi. Suvga tushsanglar ham hattoki ketkazmaydi. Yuzingizda yaxshi turadi. Sinalgan. Eng asosiysi SPF bor. Juda ham zo'r. Buni surganimdan keyin mana buni shotkada ustiga naqib chiqaman. Ya'ni qotirib beradi. Tonalnilar yaltirab yotmaydi-da. Xo'p, keyin tush. Mana bu tushni olganman. Juda ham zo'r ekan qizlar. Mana o'zim ham ishlataman. Maslahat beraman. Juda ham zo'r turib berar ekan kun bo'yiga. Men bu podvodkani olganman dinozavr davrida. Bir 2 yilda bo'ldi. Ustilarini olib tashlab, ichida shunaqa qilib mana ishlataman. Juda ham zo'r, yaxshi. Endi xudo xolasa yangi olmoqchiman. Koreyskiy keyin ishlataman. Layfhack qizlar, podvodka ishlatganingizda, shuni surganingizda bo'yalib ketmasligi uchun ustidan tin bilan shuni ushlab ketkazib qo'ysanglar qotirib berar ekan.